Men ham kimgadir ibrat bo'lsin deya bugungi kechmishimni satrlarga tera boshladim. Oilamiz o'rta hol. Oilada 6 kishimiz. Ota-onam, akam, men, ukam va singlim. Dadam oddiy usta. Onam uy bekasi bo'lib uyda tikuvchilik bilan shug'ullanib turardilar. Akam chet elga ishlashga ketgan. Uyimiz shahardan ancha uzoqda. Chekka qishloqlarning birida yashardik. O'shanda endigina 16 yoshga kirgandim. Hali 9-sinfda o'qiydigan orzulari osmon qizaloq. Sizning yurtda qanday bilmadim, ammo bizning yurtda qizlarni 9-sinfgacha o'qish majburiy. Qolgan 10 va 11-sinf ixtiyoriy bo'lib, ota-ona ko'pincha qizlarni o'qitishmasdi. Men ham 9-sinfni bitirdim. 10-sinfda o'qishimga esa ota-onam ruxsat berishmadi. Meni juda ham o'qigim kelardi. Onamni sog'ligi tufayli otam maktabdan chiqasan deb turib oldi. Maktabni endi senga keragi yo'q. Uyda o'tirib onangga yordam berasan deb majburlab chiqarib oldilar. O'shanda juda xafa bo'lganman. Tengdoshlarimni maktabga ketayotganimni ko'rsam, ichimdan havasga o'xshash tuyg'u uyg'onib qolar. Derazaga suyangancha xayol surib o'tirardim. Dadam madrasada o'qigan qori edilar. Lekin madrasani bitirishlari bilan o'sha yil hamma madrasalarni yopilish haqida qonun chiqqan. Shu sabab dadam diplomlari bilan bir kun ham ishlay olmaganlar. Dadam juda qattiq qo'l inson bo'lib, u kishiga shuning uchun qarshi bora olmay maktabdan chiqishimga to'g'ri keldi. Xuddi qamoqxonaga tushib qolgandek edi. Aslida uy qamog'i desa ham bo'lardi. Deyarli bir yil hech qayerga chiqmadim. Ruxsat ham yo'q edi. Uyda juda qattiq siqilib zerikkanim uchun dadam menga telefon olib berdilar. Birinchi marta 16 yoshimda telefon ushlagandim qo'limga. Dadajon, rahmat. Dadamni xursandchiligimdan qanday quchib olganimni bilmay qoldim. Mening virtual olamdagi yangi sarguzashtlarim ana shu telefon sabab boshlandi. Dugonalarim bilan tinmay gaplashardim. Har xil mavzuda gaplashib, deyarli zerikishni unuta bordim. Dugonalarimni deyarli hammasini yigiti bor. Bir kun bir dugonam gap boshladi. Zumrat, seni bir yigit yoqtirib qolibdi. Seni raqamingni so'radi. Urishmaysan endi, chunki berdim. Bekor qilibsan. Nega unday qilding? Dedim. U bo'lsa kuldi. Zumrat, nega unday o'zingni olasan? Nima qilibdi gaplashsang? Zamondan orqaga qolib ketgansan, deya kulib chiqib ketdi. Jahlim chiqdi. Oradan ko'p o'tmay u bola qo'ng'iroq qildi. Bitta maktabda o'qiganmiz. Mendan bir yosh katta edi chamamda. Tanirdim. Telefonning hadeb bezovta qilaverishi meni u bilan suhbat qurishimga sabab bo'ldi. 2-3 kunda bir gaplashardik. Har kuni sevishini aytardi. Men bo'lsa 7-osmonlarda uchib yurardim. Sen yagona muhabbatimsan. Juda ham qattiq sevaman seni. Men bu so'zlardan yuragim xapqirib, o'zimni juda baxtli sanardim. 2 oy gaplashdik, lekin biror marta ham uchrashmadik. Bu orada yoshim 17 ga to'lgandi. Sekin-sekin undan zerika boshladim. U bilan orani ochiq qilishni aytdim. U ham darrov rozi bo'ldi. Shu bilan boshqa gaplashmadik. Ko'p o'tmadi, oldimga dugonam Sevinch keldi. Yon qo'shnim edi u. Ancha gaplashib o'tirganimizdan keyin menga seni bir yigit sevib qolibdi. To'yda ko'rgan ekan. Bir qarindoshimizni to'yi bo'lganda, o'shanda ko'rgan bo'lsa kerak. Ha, o'sha yerda ko'rgan ekan. Men taniyman uni. Juda yaxshi bola. Niyati uylanish ekan. 1-2 yil sevishib, gaplashib, keyin to'y qilaman dedi. Bilmasam, men yerga qisib qo'ya qoldim. Men unga raqamingni beraman. Bir gaplashib ko'r. O'zing bilasan, bersang beraver, dedim. Aslida o'zim ham qiziqib qolgandim. Qo'ng'iroq qildi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hayajonlanib ketdim. Assalomu alaykum, yaxshi rahmat. Uyalibgina javob berdim. Tanishsak bo'ladimi? Yoshim 20 da. Ismim Jo'rabek. Poytaxtda, Dushanbeda o'qiyman. Sizni juda yaxshi ko'rib qoldim. Maqsadim ikkimiz bir-birimizni yaqindan bilib, ko'rib, 1-2 yildan keyin turmush qursak degandim.
Jo'rabek maydalashib o'tirmay maqsadga o'tdi. Jo'rabekni hamma gaplari menga samimiy tuyuldi. O'zim ham yoqtirib qolgandim. Barcha gapiga ishonardim. Har kun telefonda uzundan uzoq gaplashardik. Juda samimiy yigit edi. Uni juda yaxshi ko'rib qolgandim. Ora-orada uchrashib ham turardik. 3 yoki 4 oyda bir marta parklarda, istirohat bog'larida. Jo'rabekni menga tinmay hazil qilishi, ko'p kuldirishi yoqardi. Eng hurmat qilganim uchrashganda qo'l ham tekkizmadi. Uni bu muomalasini hurmat qilardim. Oradan 8 oy o'tdi. Dugonam Sevinch keldi. "Zumrad, senga bir gapni aytmasam bo'lmaydi." "Nima ayt?" "Xafa bo'lma, dugonajon. Men bir oydan beri Jo'rabek bilan gaplashib yuribman." Ichimda dunyolar quladi. Jo'rabek menga qo'ng'iroq qildi. "Bilmadim nega sen bilan gaplashkim kelyapti" dedi. Keyin men ham Sevinchni gapini hazm qila olmadim. Bu menga juda qattiq botgandi. Keyinchi yana nima dedi? Hissiz so'radim. U menga yana gavhar bilib qolmasin dedi. "Senga aytmasam bo'lmasdi. Kechir" dedi-da chiqib ketdi. Ichimdan g'alati tuyg'u o'tdi. Yig'ladim. Kechasi bilan ko'zimga uyqu kelmadi. Juda ko'p yig'ladim. Unga qo'ng'iroq qildim. Seni ortiq ko'rishni ham, eshitishni ham istamayman deb uni qora ro'yxatga solib qo'ydim. Jahl ustida boshqa bir bola bilan gaplashdim. Shu yerdan mening xatolarim boshlanib ketdi. Ha, xato emas, xatolarim boshlandi. Keyin yana har kun har xil yigitlar bilan gaplashardim. Hushim kelsa yozaman, hushim kelmasa yo'q. Kunlar shu zaynda davom etardi. Yoshim 18 ga to'ldi. Sovchilar kela boshladi. Hammasiga kerakmas deb rad javobini berardim. Menga nimadir yetishmasdi. Qalbim o'rtanayotganda uzoq o'yladim. Namoz. Ha, namoz o'qishim kerak. Namoz o'qishni boshladim. Otam qori bo'lsa-da biror marta bizni Qur'on o'qi, namoz o'qi demaganlar. Majburlab hidoyatga chorla olmayman. Iymon qalbda bo'lsa, o'zi bir kun aqli kirib o'rganar. Shu so'zlarni juda ko'p bora aytardilar. Namoz o'qidim, ammo xushu bilan emas. Kunlar o'tdi. Telefonimdagi hamma yigitlarni qora ro'yxatga solib qo'ydim. Bahor fasli edi. Ramazon oyi kelgandi. Navro'z bayrami yaqinlashgan. Qo'shnilardan eshitib qoldim. Ramazon bo'lsa ham mahallamizda Navro'z bayrami nishonlanar ekan, deyishdi. Hamma bayramga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Meni tengdoshlarim bitiruvchi sinf bo'lishgani uchun bayramda turli raqslar tayyorlashayotgandi. Men maktabdan chiqqanim uchun unda qatnasha olmasdim. Ularga havasim kelardi. Shunday qilib bayram kuni ham keldi. Hamma rang-barang atlas shoyi ko'ylaklar kiyib bayramga keta boshladi. Men ham onam tikib bergan pushti rangli atlas ko'ylak kiyib oq ro'moldan hijob o'radim. Bo'yim uzun viqorli qiz edim. Bir qaraganda ko'zga tashlanib turardim. Dugonalarim bilan bayramga ketdik. Bir yaqin dugonam bor edi. Ismi Aziza. Mendan 2 yosh katta bo'lib, ammo munosabatimizda oramizdagi yosh sezilmasdi. Bayram tomosha qilib turibmiz. Yonimizdagi dugonam Azizani turibdi. "Qara, orqamizda senga sovchi qo'ygan bola turibdi. Nima deyapsizlar, qizlar?" Men ham qiziqib savol berdim. "Orqamizda Azizaga sovchi qo'ygan bola turibdi. Bir qara qanday chiroyli, kelishgan yigit. Ahmoq, shunday bolaga tegmading-a?" Aziza esa, "Zumrad, qarachi qanday bola ekan?" Bir o'girildim. 2 yigit turar. Birini bo'yi pastroq, to'laroq, ikkinchisi bo'yi uzun viqorli, qoshlari qora, bir qarashda o'ziga tortadigan yigit. Uni ko'rib ichimdan g'alati hissiyot o'tdi. 2 yigit-ku, qaysi biri? Qora kiyimdagisi. Azizani gapidan keyin yana orqamga qaradim. O'sha kalta to'la chiroq bola. "Ha, chiroyli ekan. Nega tegmading?" dedim. "Ha, uni Instagramga qo'ygan behayo videolarni ko'rmagansan-da. O'sha buzuqqa tegardimmi?" Shu bilan bayram tugadi. Uyga qaytdik. Qizlardan faqat men Instagram ishlatar edim. O'sha bolaning Instagramini topdik.
rostdan ham juda yomon, behayo videolar qo'yib tashlagan ekan. Qizlar, kelinglar bir sinab ko'raylik, deyishdi. Yozdik. Javob qaytardi. Tanishsak bo'ladimi dedik. Ha dedi. Keyin yana Aziza, ana ko'rdingizmi? Bu hamma qizlar bilan tanishib ketaveradi. Yana sizlar nega tegmading deysizlar. Shu bilan mavzuni yopdik. Bir kuni Aziza qo'ng'iroq qildi. Zumrad, kel, bugun Fotiha to'yim. Voy rostdanmi? Baxtli bo'l dugonajon. Kimga tegyapsan? Shu o'zimizni mahalladan akam bilan birga ishlagan ekan. Sovchi qo'ydi. Uydagilar rozi bo'lishdi. Xursand bo'ldim. Fotiha kuni bordim. Aziza mehmonlar kelishiga tayyorlanayotgandi. Birdan gap ochdi. Zumrad, esingdami Navro'z kuni anavi bloger bolani oldidagi bir yigit? Beixtiyor o'sha viqorli yigit ko'z oldimga keldi. Ha, esimda. O'sha bola meni bo'lajak qaynakam ekan. Uylangan, farzandlari ham bor ekan. O'yga tolib qoldim. Ha, yaxshi. Mehmonlar kelishdi. Azizani qo'liga uzuk taqdi o'sha bo'lajak ovsini. Unashtiruv marosimi o'tdi. Mehmonlarni kuzatgani chiqdik. Men ham qani o'sha bolamikin deya chetdan qarab turgandim. O'sha yigit kulib turgandi. Meni ko'rmadi, uzoq tikildim va ichimda menga nima? Nima ishim bor? Nega bunga buncha tikilib qolding Zumrad deb o'zimga o'zim gapirib, yana ayollari yoniga qaytdim. Kunlar o'tdi. Azizani to'yi sal cho'ziladigan bo'ldi. Bo'lajak turmush o'rtog'i uni hamshiralik kursiga o'qishga qo'ygandi. U baxtli edi. 7-osmonlarda uchib yurardi go'yo. Kuyov bilan har kuni gaplashar, doim xursand yurardi. Kunlardan bir kun telegramimga xabar keldi. Ochib qarasam, ana topdim deb yozilgan. Tushunmadim. Kim kimni topdi? Hayron bo'ldim. Profiliga qarasam, o'sha Navro'zda ko'rgan yigit, ya'ni Azizani bo'lajak qaynakasi. Men bo'lajak keliningizni dugonasiman deb o'zimni tanishtirib yozib yubordim. Ismingiz nima edi? Zumrad. Shu bilan tanishdik. Ismi Xolid ekan, mendan 9 yosh katta. Juda samimiy, ko'ngli ochiq yigit bo'lib, hazillar qilardi. Bir muddat suhbatlar qurdik. O'ylab qarasam, u yigit bilan nega gaplashyapman? U men bilan nimaga gaplashyapti? Axir oilali-ku. Qora ro'yxatga solib qo'ydim. Men dadam qattiq qo'l bo'lganlari uchunmi, juda ham shirin so'zga zor edim. Oradan biroz vaqt o'tdi. Negadir o'sha bolani o'ylab yurardim. Qora ro'yxatdan ham chiqardim. Unga yozdim. Xolid, xafa bo'lmang. Siz oilalisiz. Bir kun gaplashib yurganimizni ayolingiz bilib qolib, kelib janjal qilishidan qo'rqaman. Men qiz bolaman. To'g'ri, biz aka-singil munosabatida gaplashyapmiz, lekin buni ham to'g'ri tushunmaydi, deb yozib yubordim. Xavotir olmang, men tomondan sizga umuman zarar yetmaydi, ishoning. Uning javobi ko'nglimni tinchlantirdi. Men yuragimga buyruq bera olmasdim. Xolidni bir ko'rishdayoq oshiq bo'lgandim. Bu yaxshi emasligini bilsam-da, u bilan munosabatdan to'xtay olmadim. Yana suhbatimiz bir-biriga ulanib ketdi. Har kun suhbat qurardik. Vaqt o'tib, bir kuni to'satdan menga sevishini aytib qoldi. Meni o'sha Navro'zda ilk marta ko'rganida sevib qolgan ekan. Raqamimni o'sha bloger bolani telefondan sekin olgan. Hayron qolmadim, chunki uni menga bo'lgan munosabatidan sezardim. Rosti, o'zimni ham ko'nglimga unga nisbatan iliqligi bor edi. Men unga, nima deyapsiz? Axir oilangiz bor-ku sizni. Ha, to'g'ri, men oilaliman. Nima? Meni nuqsonim bor, shundaymi? Unday demoqchi emasman. Faqat nima foyda bu gaplarni aytishdan? Axir men qiz bola bo'lsam. Ha, shunday. Hech kim bizni tushunmaydi. Qaniydi saodat asriga tushib qolsak, u vaqtlar 2 ayolga uylanish, qiz bola uylangan erkakka turmushga chiqishi isnodi bo'lmagan. Hozirchi. Hozir odamlar bu hodisani to'g'ri qabul qilishmaydi. Ming la'nat deya jahli chiqdi. Rosti, men ham juda xafa bo'lib ketgandim. Kunlar o'tdi. Uni juda qattiq sevib qolayotgandim. Menga sovchi qo'yishini aytdi. Zumrad, bunaqasi ketmaydi. Senga sovchi yuboraman. Keyinchi? Keyin ota-onam rozi bo'lishadi deb o'ylaysizmi? Keragi yo'q. Unda yur, ketaylik. Seni hech kimga bergim kelmaydi. Ketaylik. Seni baxtli qilaman.
Ikki oilani ham bemalol teng qara olaman. Yo'q, unday qila olmayman. Lekin ich-ichimdan ketkim kelardi. Uni oilali ekanligi umuman ko'zimga ko'rinmasdi. Bir kuni uni ayoli munosabatimizdan xabar topdi. Menga telefon qilib rosa janjal qildi. O'shanda juda qo'rqqandim, kelsa-chi, kelib janjal qilsa-chi. Faqat onam ko'z o'ngimga kelardi. Chunki sog'liqlari yaxshi emasdi. Xolid ayolini tinchlantiribdi. Uyimga kelib janjal qilmaslikka ko'ndirgan. Biroz vaqt o'tib ayoli mendan kechirim so'rab, o'sha kun qizishib ketdim. Kechirasiz, opangizdek ko'rsangiz, singlim deb qabul qilaman deb yozib yuboribdi. Xolid yarashib olinglar, hammasi yaxshi bo'lsin degani uchun ayoli bilan yaxshi munosabatlar o'rnatdik. Lekin ayoli bilgandan keyin Xolid bilan orada ko'p janjal qiladigan bo'ldik. Har kuni har xil bo'xton qilardi ayoli. Va nihoyat to'y kuni ham keldi. Aziza va Xolidning ukasi. Men kelin dugoni edim. To'y juda ham chiroyli o'tdi. Birinchi marta Xolidning uyiga borgandim. O'shanda undan keyin ham tez-tez borib turardim dugonamning oldiga. Ramazon oyi yaqin edi. Xolid, kel Zumrad, hammasini tugataylik. Bu ishning oxiri yomon. Alloh uchun o'zgaray, tavba qilaylik deb qoldi. Bu safar u meni qora ro'yxatga solib qo'ydi. So'nggi so'zimni ayta olmadim. Ramazon oyi keldi. Ro'zaning 2-kuni. Instagramdan boshqa akkauntdan Jo'rabek yozib qoldi. Nega yozding? Unga qo'rs muomalada bo'ldim. O'zim ham bilmayman. Men juda pushaymonman. Men seni yaxshi ko'rar edim. Turli bahonalar ayta boshladi. Men Rossiyaga keldim. Bu yerda juda zerikib ziq bo'lyapman. Kel, meni har kuni saharlikda uyg'otib tur. Uxlab qolyapman. Yo'q, mendan buni so'rama. U har kuni menga yozardi. Gohida javob qaytarmasdim, gohida vaqt yo'q. Instagramdan ko'p yigitlar yozardi. Ba'zilariga javob yozardim. Ro'za oxirlab qoldi. Ramazonning 29-kuni edi. Xolid xabar jo'natdi. Yaxshimisan? Alhamdulillah, yaxshiman. Ora-orada yozib turaman. Hech kim bilmasin. Nega? Dedim. Bilmadim. Sog'misan, yaxshimisan bilish uchun. Ertaga shaharga chiqmaysizmi? Chiqaman. Birga boraylik. Men ham ertaga chiqishim kerak. Xo'p. Ertasi kuni mashinasi bilan ko'cha boshiga keldi. Chiqdim. Birga ketayotgandik. Mashinasini juda sekin haydardi. Qaniydi yo'l hech tugamasa, sen bilan uzoq suhbat qursak. Suhbatlashib ketayotgandik, telefonimni so'rab qoldi. Berdim. Uni oldida o'zimni juda xotirjam his qilardim. Telefonimdagi bolalar bilan suhbatlarimni o'chirmagandim. Ularni Xolid ko'rishi xayolimga ham kelmasdi. Birdan Xolid jahl qilib, "Bu kim? Bunisi-chi?" deb ko'rsata boshladi. "Sen o'zi qanaqa qizsan? Shunchalik yengiltakmisan?" Nima deyishni ham bilmay qoldim. Qattiq jahli chiqqandi. Yetib keldik. Men o'z ishim bilan, u o'z ishi bilan ketdi. Yonida hech nima deya olmay, keyin xabar jo'natdim. Kechiring. Jahli chiqqandi. O'zim ham o'zimdan nafratlanib ketgandim. Xolid kechirmadi. U gaplar ustiga yana boshqa gaplar chiqdi. Boshqa men umuman tanimagan, bilmagan yigitlar u qiz men bilan gaplashadi, u qiz unday, bunday degan bo'xtonlar chiqargan ekan. Xoliddan xabar keldi. "Sen odam bo'lmaysan bu turishingga. Siqirt." Meni qora ro'yxatga tiqib qo'ydi. Yetmagandek Xolidni ayoli hamma yerga u qiz erim bilan gaplashadi deb yurgan ekan debdi. Xolidga qo'ng'iroq qildim. Bir paytlar men tomondan senga umuman zarar yetmaydi degan o'sha jentelmen bugun yarim yo'lda nomardlarcha tashlab ketgan edi. Men uchun o'sha viqorli, haqiqiy sevgim deb o'ylaganim Xolid hech nima qilmay qo'l qovushtirgandi. Xolidning ayoli qaynonasi men haqimda ko'p gaplar chiqardi. Onamga ham yetib keldi. Rosa gap eshitdim. Onam 3 kun juda qattiq bemor bo'lib yotdilar. Men, "Jonona, ishonmang, men gaplashmadim" deb tan olmadim. Onam menga ishondilar. Lekin Xolid shunchalik nomardlik qiladi deb hech o'ylamasdim. Yarim yo'lda bir dunyo g'urbat ichida yolg'iz tashlab ketgandi. Mana, oradan kunlar o'tdi. Bo'lgan ishlar bo'lib o'tdi. Hozir uyda sovchi ketidan sovchi bir ma'qul joy chiqib turibdi. Menimcha shunga berishsa kerak. Shu yaqin kunlarda juda hayotdan to'yib ketgandim. Allohdan menga o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat, Alloh ham deb yolvorardim. Juda ham Qur'on o'qigim kelardi, ammo o'qiy olmasdim. Otamdan yoshligimdan ta'lim olsam bo'larkan deb juda yig'ladim.
lekin hali kechmas. Kutubxonaga bordim. Elektron Qur'on oldim va xulqim va hayotimni yangilash uchun ba'zi kitoblarni oldim. Jannatga taklifnoma, amallar niyatga bog'liq, til ofati, saodat asri qissalari. Bu kitoblarni o'qir ekanman, ichimdan jo'shib chiqayotgan dardlar ko'z yoshlarga aylangan edi go'yo. To'yib yig'lagim kelardi. Hozirda qiynalib bo'lsa ham Qur'on o'qiyapman. Xatolarim ko'p. Bir ustozga muhtojman. Bizning yurtda birorta ham islom universiteti yo'q. Madrasalar ham bitta ham yo'q. Kimdir farzandini qoriya qilmoqchi bo'lsa, uni O'zbekiston yoki Turkiyaga jo'natadi. Jo'natishga sharoiti yetmaganlar esa qoriya bo'lish orzusi orzuligicha qolaveradi. O'zligimni anglay boshladim. Kun-u tun Robbimga duo qilaman gunohlarimga tavba qilib. Qilgan gunohlarimni eslasam, ezilib ketaman. Kamroq o'ylash uchun ko'p zikr va ko'p kitob o'qiyman. Shu qadar pushaymonmanki, Allohga tavba qilishdan charchamayman. Hattoki umuman nomahram bilan gaplashmayman. Butkul o'zgardim. Xatoyimni tushunib yetdim. Nima uchun hayotimni yozganimga kelsak, hech kim mendek xatoga yo'l qo'ymasin. Kimlargadir ibrat bo'lsin deyman. Hozir saodat asrini o'qir ekanman, xayolimda bir she'r tinmay aylanaveradi. Rasulimga oshiq qalbim tug'yonda, Qur'onga talpingan dilim fitnada. Jannatga oshufta ruhim bezovta, saodat asriga ketkim kelyapti. Rasululloh yuzin ko'rkim kelyapti. Tiriklik chog'ida jannatni olgan, Nabiyning yo'liga jon fido qilgan, haqning ishqi ila dunyodan kechgan, sahobalar qo'lin tutkim kelyapti. Saodat asriga ketkim kelyapti. Sahardan bomdodga chorlasa Bilol, azonin tinglab men bo'lsaydim lol. Rasululloh desalar menga kela qol, ashoblar safida bo'lgim kelyapti. Saodat asriga ketkim kelyapti. Umar kabi odil bo'la olmas hech kim. Abu Bakrdek sodiq do'st topmoq qiyin. Usmonning hayosi maqtovga loyiq, Alining kuchiga lol edi borliq. Ularning izidan yurgim kelyapti. Saodat asriga ketkim kelyapti.